Assalomu alaykum azizlarimiz. Tinter Dekor Center'dan navbatdagi o'quv mashg'ulotimiz Itaco Pro, ya'ni projilka bazamizni qanaqa qilinishini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Xudo xolisa video foydali bo'lsa like bosinglar, do'stlaringizga ulashinglar, silkasini kopировать qilib Instagramimizga ham jo'natsanglar, Instagramlarga ham jo'natsanglar bo'ladi, YouTubedan ham jo'natsa bo'ladi, Telegramlarga ham tashlasangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar. Hozir davom etamiz. Azizlarimiz, qaranglar, atachentoyimiz juda ham quyuq, juda ham barakali atachentoy. Mana hozir anaqa shpatilni olamiz. Shuni o'zida ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana quyuqlik darajasi va shu zo'r, ishlanishi, barakasi va shu surilishi chotki, xudo xolisa kremdek suriladi. Xo'p, bu projilka fakturamiz ikkita sloy suriladi. Surganda ozgina fakturni qilib, sidirib surish kerak bo'ladi. Mana tepaga, pastga, o'ngga, chapga, x obrazniy qilib suriladi, ko'rdingizmi? Mana shu surganingizni o'zida faktura chiqib keladi. Bu atachentoyimiz shunaqa atachentoy o'zi. Mana sal sidirib olasiz, mana bitta faktura yo'q, masalan, mana shu andavamizning izlari faktura bo'lib chiqib keladi. Mana birinchi sloyni tortamiz, xudo xolisa ikkita sloy, uchta sloy qilinadi bu atachentoy. Juda bosish shart emas. Yengil harakat qilsanglar ham naqib ketadi. Sizlarning vaqtingizni o'g'irlamaslik, vaqtdan yutqazmaslik uchun hozir srazi birdaniga ikkita sloy qilib ko'rsataman. Mana ko'rasizlarmi? Mana uje fakturalar chiqib kelyapti, ko'rdinglarmi? Mana bu yoqqa qilganimizda narsa tushib qoldimi? Mana yoqqa qilganimizda o'zida fakturamiz, chiziqlarimiz, projilkalarimiz hosil bo'lyapti. Mana ko'rdinglarmi? Ko'rasizlarmi? Qancha sursam, qancha ishlasam, atachentoy kaprizniy emas, ishlayveradi. Qaysi tomonga qilsangiz, o'sha tomonga o'ynaveradi. Mana ko'rdinglarmi? Mana shu bizning birinchi sloyimiz hisoblanadi. Qatlari masalan yoqmasa, bundoq qilib faktura berib olsangiz bo'ladi, masalan. Mana. Ko'rdinglarmi? Mana shu chiziqlarimiz hozir bizda ikkinchi sloyda, xudo xolisa, qatlarda fakturalar yo'q bo'lsa, mana agar ko'rmayotgan bo'lsa, kamerada mana faktura hosil bo'ldi. Chiziqlarni ko'rasizlar hozir. Shu chiziqlari yo'q joylarga ikkinchi sloyda yana chiziqlar tushib, yana ham chiroyli faktura bo'ladi. Xudo xolisa uni hozir ko'rsataman sirazi. Mana oldindan surib qo'ygan ikkinchi doskam bor edi. Uni qo'yamiz. Uni qo'yib, mana bu oldin surib qo'yganimiz. Buni ustiga ikkinchi sloyni suraveramiz. Mana ko'rdinglarmi? Buni ham birinchi sloyni surib qo'yganman. Chiziq qilib, mana chiziqlari, tomirlari, projilkalari ko'rinib turibdi. Hozir ikkinchi sloyni suramiz. Qatlarda chiziqlari bo'lmasa, boshqa tomonlarga yana chiziq tushirib, xudo xolisa fakturasini hosil qilamiz inshaalloh. Mana azizlarimiz, endi ikkinchi sloy suramiz, xudo xolisa. Pro bazamizni Itaco projilka mana. Kam olib sursanglar ham bo'ladi, mana. Faktura qilib, yana chiziq qoldirib, mana ko'rdinglarmi? Mana. Mana shu chiziqlarimiz hozir mahsulot qurigan paytida atachentoyni projilka effektini hosil qiladigan, mana ko'rdinglarmi? Fakturalar bo'lib chiqib keladi. Mana. Ko'rdinglar, yoqqa qilib o'zgarganda, o'ynaganda o'ziga yarasha faktura bu ham kimgadir bu faktura yoqadi, kimgadir восьмерка stilidagi atachentoy yoqadi. Mana. Chizig'ini tashlashini ko'rasizlar. Juda ham chiroyli projilka tashiydi atachentoyimiz. Mana. Shuni olib ishlab turasizlar, atachentoyni.
Attachento kaprizli emas, juda ham qo'l keladigan, hammaga yoqadigan, necha yildan bir projilka chiqaradigan masterlarga ham juda ham yoqadi bu attachentomiz. Projilkani zo'r tashirkan deb aytishadi. Mana ko'rdinglarmi? Oddiy masalan, bunaqa. Masalan, sizda effektlari yoqmadi, to'g'rimi? Effektlari yoqmagan bo'lsa, yana ishlab tashlaysiz ustiga. Mana. Ko'rdingizmi? Yana ham gul tushirdik. Tepa tomoni yoqmayaptimi? Tepa tomoniga gul tushiramiz. Marhamat, bemalol ishlayverasiz. Mana, mana, mana. Mana. Ko'rdinglar? Hamma buni o'zini individual usulida suradi-da, bu projilka stili shunaqa. Gullari takrorlanmaydi, masalan. Bitta qilgan odam buni gulini boshqa ikkinchi marta takrorlay olmaydi o'zi ham. Chunki fakturasi shunaqa mana. Mana. Effektini qaranglar, mana effektini. Andavandga tegib ketdi, shu bilan tosh bo'ldi. Chunki marmarin qilingan edi yog'ni. Mana, effekti shunaqa chiqadi, azizlar. Ko'rdinglarmi? Mana. Tomir bo'lib, taram-taram tomirlari bilan 12 toshga o'xshab chiqdi effekti, ko'rdinglarmi? O'ziga yarasha chiroyli faktura hisoblanadi bu ham. Mana azizlarimiz. Kraskamiz quridi, effektini ko'rishingiz mumkin. Tomirlarni qanaqa darajada zo'r chiqqanini qo'yganda yana ham tomirlari ochilib, projilka bo'lib, 12 toshliga o'xshab mramor effektini hosil qilyapti, ko'ringlar. Juda ham chiroyli, bagati.